Bibi Robiya Adaviya. U xoslar guruhidan bo'lgan ixlos masturasi. Ishq va ishtiyoqda kuygan, yaqinlik va ehtirosga oshufta edi. Agar Bibi Robiyani erkaklar orasida zikr qilinganligining sababini so'rasalar, unga javob shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuribdirlar: Alloh sizlarning suratlaringizga boqmas, balki ko'ngillaringizga boqar. Ibrohim ibn Adham Ka'baga safar qildi. 14 yil biyobonlarni kezdi. Har qadamida 2 rakat namoz o'qidi. Ka'baga yetganida esa ko'rdiki, Ka'ba o'rnida yo'q. Bir oh urdi va dedi: "Bu ne ajib holatdir. Ko'zimda halallik bo'libdimi?" Xotifdan ovoz keldi: "Ey Ibrohim, bizning bir noqis bandamiz bizga yuz tutibdir. Biz Ka'bani unga qarshi yubordik." Bas, Ibrohimga g'ayrat keldi va dediki: "Bu ne ajab holatdir. Bu ayol qanday ekanki, uning martabasi va manzilati Alloh oldida bu qadar ulug' ekan." Bas, peshvoz chiqdi va Robiyani ko'rdi. Peshvoz chiqdi va Robiyani ko'rib dedi: "Ey Robiya, bu ofatlarni jahonga solding. Men 14 yildirki muncha turlik mashaqqatlar chekib, har qadamda 2 rakat namoz o'qib, Ka'ba ishqida kelgan edim. Ka'ba sening oldinga kelibdi." Bibi Robiya dedi: "Ey Ibrohim, sen namoz bilan kelding, men esa niyoz bilan keldim." Robiya hajini ado qilib, Basra shahriga qaytib, ibodatga mashg'ul bo'ldi. 1 yil o'tdi. Yana ko'ngli Ka'bani orzu qildi. Ka'ba menga qarshi chiqqandi. Endi bu yil men Ka'baga borayin deb yo'lga chiqdi. Shayx Ali Termiziy aytadi: Bibi Robiya sahroga kirganda 7 yil yoni bilan dumalab, Arafot tog'igacha bordi. Xotifdan ovoz keldiki: "Ey Robiya, bu qanday dastur va rasm bo'ldi? Agar xohlasang, bir tajalli qilamiz. Turgan yeringdan Ka'baga borasan." Robiya dedi: "Xudovando, men g'arib, zaif bandangman. Bu g'aribingda unday martaba yo'qkim, tajalliga toqat qilgay. Sening muhabbatingga tog'lar toqat qila bilmagaylar, pora-pora bo'lgaylar. Menda ne majol borkim, toqat qilib olgayman, ammo faqirdan birgina zarra tilayman." Nido keldikim: "Ey Robiya, ulug' narsa tilading. Faqir mening qahrim asaridir. Uni erkaklar yo'liga qo'yganman. Senga 70 hijobdan o'tish kerak, to faqir maqomiga yetishgaysan. Endi senga loyiq emaski faqirdan so'z aytish, va lekin yuqoriga boqqil." Robiya yuqoriga qarasa, ko'kda qondin bir daryo ko'rindi. Havoda muallaq turar edi. "Bu dengiz mening oshiqlarimning ko'z yoshlaridir. Ular visolimni istab keldilar. Hech qanday nom-nishonlari ma'lum bo'lmaydigan manzilda uni topdilar. Bizning huzurimizda yo'qlik maqomiga yetmaguncha visol nasib qilmas," degan ovoz keldi. Robiya buni eshitib, yuzini yerga tikdi va dedi: "Bor Xudoyo, g'aribman, yetimman, otam yo'q, onam yo'q, asir ham bo'ldim. Hech g'am yomonlasang, rizoyingni istarman. Va tilagim shuki, sen mendan rozi va xushnud bo'lgaysan." Ovoz keldiki: "Ey Robiya, seni bir martabaga yetkazamankim, ko'kdagi farishtalarning barchasi seni orzu qiladilar." Robiya bu ovozni eshitdi va ko'ngli orom topdi. Yana hojasining qulligiga mashg'ul bo'ldi. Kunduzlari ro'za tutar, kechalari tong otguncha namoz o'qir edi. Naqldurki, Robiyani onasi tuqqan kecha uylarida dunyolikdan hech narsa yo'q edi. Onasi uchun artmoqqa yog' va Robiyani o'rash uchun bir parcha eski latta ham topilmadi. Otasining burun uch qizi bor edi. 4-si Robiya edi. Shuning uchun unga Robiya 4 deb nom qo'ydilar.
Robiyaning onasi otasiga dedi: "Falon hamsoyaning uyiga borib, ozgina yog' so'ragin, chiroqni yoqaylik." Otasi esa ahd qilgan ediki, hech kishidan narsa so'ramaslikka. Eshikka chiqdi. Hamsoyasining eshigiga borib, darvozaga qo'l tekkizdi va qaytdi. Uyga kelib dedi. Eshikni ochmadilar. Bas, xotini yig'ladi va qayg'ulik bo'lib yotdi. Shu kecha Hazrat Rasuli Akramni tushida ko'rdi va unga dedilar: "Mening ummatlarimdan 70 kishiga shafoat qiladi." Yana dedilarki, "Eringga ayt, Isoga bir xat yozsin. U Basraning hokimi. Aytsinkim, bir kecha payg'ambarga 100 salovat yuborar ekansiz. O'tgan juma kechasi xato bo'ldi. Shuning uchun kafforatiga 100 dirhamni bu xatni olib borgan kishiga bersin." Robiyaning onasi bu tushni ko'rib uyg'ondi. Eriga aytdi. U xatni yozib Basraning begiga yubordi. Xatni ko'rsatdi. Basraning begi xatni o'qib ko'p yig'ladi. Xatni keltirgan kishiga 1000 qizil oltin berdi va payg'ambar hurmati uchun ko'p uzrlar so'radi. Yana dedi: "Har nima hojating bo'lsa, menga aytgin." Shundan so'ng Robiyaning otasiga ot va sarpolar berib kuzatdi. U uyiga kelib, barcha ishlarini bitkazib oldi. Bas, Robiya shu tariqa katta bo'ldi. Ota-onasi, so'ng opalari vafot etib ketdilar. Robiya yetim qoldi. Basra shahrida qahatchilik bo'ldi. Bir zolim Robiyani pulga sotdi. Olgan kishi Robiyaga ish buyurar edi. Robiya Allohning ibodatiga mashg'ul bo'lib, kechalari ertalabgacha shukr qilar va namoz o'qib chiqar, kunduzi xojasining xizmatlarini qilar edi. Bir kecha xoja uyg'ondi. Qulog'iga bir un keldi. Robiyaning darchasidan qaradi. Ko'rdiki, Robiya boshini sajdaga qo'yib, Allohga munojot qilib aytardi: "Iloho, menga ma'lumki, men ko'nglimni tamoman senga bog'ladim. Ammo nima qilayin? Meni bir maxluq ixtiyorida qilibsan. Agar o'z ixtiyorimda bo'lsam edi, bir soat sening toatingdan o'zga ishga mashg'ul bo'lmas edim." Xojasi ko'rdi. Bir zanjirsiz qandil uning ustida yonar, ichi kunduz kabi ravshan edi. Xojasi bu holni ko'rib qo'rqdi, behush bo'ldi. O'ziga keldi, o'ylab o'tirdi. Tong otgach, Robiyani chaqirib, ko'p uzrlar so'radi va xalqni chaqirib, Robiyani ozod qildi. Robiya dedi: "Endi menga dastur bergin." Xojasi ruxsat berdi. Robiya undan ketib, o'ziga bir ibodatgoh qilib oldi va ibodatga mashg'ul bo'ldi. Necha vaqtlardan so'ng Robiyada hajga borish orzusi paydo bo'ldi. Bir eshak oldi va unga joynamoz, oziq-ovqat ortib, yuzini haqqa burib, yo'lga tushdi. Yo'lda eshagi o'ldi. Yo'ldoshlari dedilar: "Sening yukingizni bizlar ko'tarib olaylik." Robiya dedi: "Men sizlar uchun kelayotganim yo'q. Sizlar yo'lingizdan qolmanglar." Ular ketdilar. Robiya yolg'iz qoldi, boshini sajdaga qo'ydi. "Iloho, meni uyingga undading, yo'lda eshagimni o'ldirding va meni biyobonda yolg'iz qo'yding." Hanuz bu so'zini tamom qilmay, eshagi tirildi va o'rnidan turdi. Robiya Allohga shukr va sano aytib, yukini yuklab, yana bir necha kun yo'l yurdi. Allohga munojot qildi va dedi: "Iloho, sening ishqing mening ko'nglimni tutdi. Bundan ortiq yura bilmasman. U tosh uyingni bu yerga keltirsang nima bo'ladi?" Alloh unga xitob qildi va dedi: "Ey Robiya, bir oz yurgin." Robiya bir oz yurgandan so'ng ko'rdiki, Ka'ba unga qarshi kelayotgan edi. Dedi: "Menga Ka'baning egasi kerak. Men bu tosh uyni nima qilaman?" Shundan so'ng Ka'bani tavof qildi va dedi: "Ey bor Xudoyo, erkaklar davlatidan bir oz narsa men ojiz bandangga bersang nima bo'ladi?" Xotifdan bir un eshitdikim, bu 7 yil yoni bilan Ka'baga borgan kishining maqomi budur. Bas, Robiya sargardon va hayron bo'lib: "Ey bor Xudoyo, men bu vaqtgacha sening uyingga e'tibor qilmadim. Illo seni istadim. Endi bu toshdan bo'lgan uyingga ham kirmoqqa loyiq bo'lmasman", dedi va qaytdi.
Basraga bordi, karvonsaroyga kirdi va ibodatga mashg'ul bo'ldi. Naqldir bir kun ikki aziz Robiyaning ziyoratiga keldilar. Och edilar. Robiyaning bir futa ro'moli bor edi. Uni garovga qo'yib, 2 non olib keldi va ularning oldiga qo'ydi. Ular yeb o'tirganlarida bir darvesh "Alloh, Alloh" deb keldi. Robiya bu 2 nonni chiqarib o'sha darveshga berdi. Bular hijolat bo'ldilar, ammo hech narsa demadilar. 1 soatdan so'ng bir kanizak dasturxon to'la non keltirib dedi. Bu nonlarni Xudovanding, yana hojang yubordi. Robiya nonni sanadi, 18 ta chiqdi. Robiya dedi, 20 ta bo'lish kerak edi. Nima uchun 2 ta nonni kam keltirdi? Kaniz u 2 nonni ham chiqarib berdi. Mehmonlar ajablanib qoldilar. Dedilar, ey Robiya, bu ne sir? Bizning oldimizga non qo'yding, yana olib darveshga berding. Bir kanizak dasturxonda non keltirdi, sanab 2 nonni kam deding. Va u 2 nonni topib olding. Robiya dedi, ey mehmonlar, sizlarni ko'rdim, och ekansizlar. 2 non kifoya qilgudek emasdi. U 2 nonni darveshga sadaqa qildim. Alloh aytibdir, kimki ehson qilsa, Xudoy taolo biriga 10 berur. U kanizak 2 nonni olib qolib, 18 non berdi. 2 nonni shuning uchun so'rab oldim. Naqldirki, Robiya bir kuni kasal bo'lib yiqildi. Bir o'g'ri keldi. Qarasa, bir zayfa yotibdi. Boshi ostida bir chodir qo'yibdir. Qimmatbaho chodir ekan. Olib qochar bo'ldi. Ko'rdikim, uyning eshigi yo'q. Devori temirdan. O'g'ri nochor chodirni o'rniga qo'ydi. Darhol eshikni ko'rdi. Yana chodirni olib chiqar bo'ldi. Eshikni topmadi. Yana chodirni qo'ydi, eshik ko'rindi. Necha marotaba shunday qildi. Chodirni olgach, eshik yo'q bo'ldi. Shu holda o'g'ri bir ovoz eshitdi. Bir do'st uyquda bo'lsa, bir do'st uyg'oqdir. O'g'ri bu ovozni eshitgach, ichiga bir o't tushib, ixlos bilan tavba qildi va musulmon bo'ldi. Naqldirki, bir kuni Bibi Robiyaning xodimi osh qilish maqsadida yog' to'g'rayotgan edi. Ko'p vaqtlardan beri issiq taom yemagandilar. Piyoz kerak bo'ldi. Xodim qo'shnilardan so'rab chiqaymi deb so'radi. Bibi Robiya dedi, o'zgadan hech narsa so'ramayman deb Allohga ahd qilganman. Darhol bir qush keldi va bir bog' ko'k piyoz keltirib qo'ydi. Robiya dedi, bir hikmati bor bo'lsa kerak. Yog' va piyozni qo'yib, nonni quruq yedi. Naqldirki, Robiya bir kuni sahroga chiqdi. Shunda kiyiklar va jonivorlar atrofiga yig'ilib, qo'l va oyoqlarini yalar edilar. Nogoh shayx Hasan Basriy yetib keldi. Robiyani ko'rdikim, jonivorlar bilan bu holdadir. Kiyiklar shayx Hasanni ko'rib qochdilar. Robiya yolg'iz qoldi. Shayx Robiyaning yoniga kelib dedi, ey Robiya, jonivorlar mendan qochdilar va sen bilan ulfat bo'lganlar. Buning hikmati nima? Robiya dedi, shayx, sen bugun nima yeding? Shayx dedi, qorin yog'ini yedim. Robiya dedi, sen bularning qorin yog'ini yebsan, nega qochmasin?